Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sevimli azizlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? O'rdan turyapsizlar. Bugun biz Qiyodagi ovchining Ahuzari nomli kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Kitob yozuvchilari qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbat asosida yozilgan Qiyodagi ovchining Ahuzari nomli kitob. Oldin qatim biz o'qib opsidan kelgan har xil bo'loqlarni haqidagi shu paranglarniki davomiga kelgan tuqqum. İkkimiz rasa kulishdik. Avul mehmon do'stligiga bop keldigan ikki qalamkash akaning kuldurgi chaqchiqi nima degan qamlashqana? Anamga munosabatlik yana bir qiziq voqea bor. Anam rahmatlik oyma-oy oladigan pensiya puliga uyimizning yendiki do'kondan turli kemput, pechin praniklarni setib olib, hamisha degidek yonchiqni to'ldirib yuratdi. O'yliq chiqdimi bo'ldi. Qo'shnilarning kichkina bolalari qo'rishib olib, to'y bo'lgandek yayrab churqirishib ketadi. Ondan keyin onam hammasiga bir chetdan tatliq turumlarni ulashtirishga boshlaydi. Ham u shu karomat mijozidan lazzatlanadi. Bir qatam Go'riyev hozirgi O'trar oblastiga berish safarimda Ravil Shirdaboyev degan yigit bilan tanishdim. U tug'ilgan o'lkasiga cho'nqur yildiz tortgan, xilma-xil rivoyat, hikoyalarni, millatimizning qadimki va hozirgi zamon tarixini suv ichgandek biladigan teran fikrlik azmat ekan. İkimiz tanışıp oxirida do'st bo'lib ketdik. 19 asrning o't yurak shoiri, mushu o'lkaning farzandi Muhammad O'tamiz to'g'riliq kishini cho'chitadigan bir voqeani Ravilning og'zidan anglab bir kichik doston yozdim. Safar oyoqlashay degan chog'da beliqchi avuli meni hurmatli beliqchi deb qabul qilib, mushu yerning yo'soni bo'yicha otning o'rniga eg'irligi 60-70 kilogramm keladigan bakira beliqni tatib qildi. Yeyiq daryosida yashaydigan akula bilan tekti bir bu bahayvat beliqning umumiy eg'irligining 52%ni kichik bilijonlari egallaydi ekan. Aerodromga ovulning oqko'ngil azmatlari birga kelib ustib qo'yishdi. Aeroplanga o'tirganimda beliqchi noyalik partiya hukumatining birinchi sekretari o'rinbosari Erkinov tushkuningizni unutib qolmang deb to'ldirib bir narsa qachlangan safar so'mkasini yenimga qo'ydi. Bu nima? Dedim hang-tang bo'lib. O'tganda o'zingizga sovg'a qilgan cho'ng beliqning bilijoni eg'irligi 15-20 kilogramdek keladigan qora bilijon o'chog'da qip-qizil bayroq edi. Oradan 10 necha kun o'tib, onam Chimkentga mehmondorchilikka ketgan. Keyin ayolim to'nglatga qarasa, ila qora bilijonlarni solgan idish quruqlab qopti. Balkim no'chilik qilib birovlarga bergansan, deb ayolim menga gumansirab qaradi. Tova, men uvalqinma, to'nglatga yaqinlab boqmadim, deb o'zimni oqlab ketdim. Uydagilarning hammasi hang-tang qoldi. Aradan uzoq o'tmay yo'qolgan bilijonlarning siri ichildi. Kechda ishdan yenib kelyapsam, uy oldida yo'liqqan qo'shni Rosmomay, "Muxtar, sana ko'p rahmat, bergan sovg'atingdan rozi bo'ldik. Voy to'limi qimmatgan-ku. Bizdek pensiyaga chiqqanlar uni setib olishga nadim qurbatimiz bo'lsin. Tejab ishlatsak 20 yilga kang yetadi" deb tashakkur bildirib turmamdu. Dastlabida tushunmay, "Nima deyapsiz?" dedim. "O'tganda onangdan kirgizgan bir tovoq bilijonni deyapman", dedi jilmayib. Qandaq qilay, bir haftaning ichida bir necha qo'shnining rahmatini anglab chiqdim. Qarasak, opamiz bilijonni qo'shnilarga gardinchini bilan ko'ngil yaqinlarga hatto legal-legallab ulashtirib chiqibdi. Keyin onam ovuldan qaytib kelganda, "Bunda qilsam bo'lmaydi" deb aytishga boshladik. Onam "O'lib yegicha bo'lib ye" degan gap bor. Shuncha ko'p dunyoni nima qilsizlar? Bekordan buzilib kes uvol kimga deb kuldi. Odamlar tonimaydigan odamga salom bermaydigan, uzoq vaqt qo'shni bo'lib turibmi, chaqirmasa birining uyiga bir bosh tiqmaydigan shaharda onam uzoq yillar biz bilan birga turgan bo'lsa-mu, onamning vujudidagi ovul psixikasi, ovul kishilarga xos chiqishqoq, kichikpel mijozi faqatla o'zgarmadi. Hikoyamizni o'sib qo'ymayli. Shikar ovulidagi o'rta maktabga dadangiz To'riqul Aytmatovning nomi berilibdi. Maktabning oldida u kishining cho'ng haykali qad ko'targan. Bu haykalni otog'liq haykaltirash Lenin mukofotiga erishgan akademik Turg'unboy Sodiqov yasagan ekan. Dadangiz To'riqul xalq dushmani otilib tutilg'icha Qirg'iz mamlakatining mashhur arboblarining biri bo'lgan edi-ku. Aytmatov. U ko'rib boshdan kechirish turmoq, anglashning o'zim eg'ir keladigan chaqlar edi. Dadamiz Moskvada Qizil professorlar institutida o'qib yurganda,
Anam Nag'ima Qamza bilan ikkisi 4 bola bilan yotoqda turardikan. Balaning cho'ngi man 9 yoshda, kenjimiz Roza 6 oyliqda edi. Butkul Sovet ittifoqi vahima quchqida edi. 1937 yili avgust, sentabr oylaridagi Haqiqat gazitiga burjuaziya millatchilari, Butun ittifoq kommunistik bolsheviklar partiyasi, Qirg'iziston markaziy komitetining Malaman siyosati degan ikki parcha maqola e'lon qilish bilan Cumhuriyet rahbarlari oq-oqidan qora tizimlikka ilinishga boshladi. Ularning ichida dadamning ismi bor edi. Beshig'i xavf xatarning qora bulut әgishga boshlaganda dadam ballarni ilib ovulga ketdi. Meni tutib ketsa, xalq dushmanining ayoli deb senimi sotlishi, hatto surgun qilishi mumkin. Ig'choqsiz qolgan farzandlarimizni zar yig'iltib, yetimxonaga o'tkazib, familiyasini o'zgartirib o'tadi. Fransiyaga emas, shekar ketinglar. Tug'ilgan jut, xalq sizlarni och qo'ymaydi. Aman bo'lsam, xat yezib xabarlashib turaman, deb onam Nag'imani Qozon bekitidan poyezdga selib, o'zi ketayotgan poyezdga ergishib, xeyli uzoq yergacha qo'l pulanlatib yuguribdi. Eng qadrdonlarini, 4 yurak parisi bilan umrlik vafodor yorini oxirgi rat ko'rib, oxirgi rat uzatayotganligini Xudo uningga bildirgan bo'lsa kerak. Moskvadan mangan poyezd Orenburg, Saratov orqali Qozog'istonning keng yerini kesib o'tib, 7 kecha kunduzdan keyin bizni Maymaq bekitiga tun nisbati tushirib qo'ydi. Tog'liq yerning ahvoli o'zingga ma'lum. Qo'rqinch qaplagan, ko'zga hech nima ko'rinmas shu qorong'u tun umr bo'yi esimdan chiqmaydi. Ertasi Suvanbek akamizning arvasida o'ltirib, Shekardagi Olimqulning uyiga yetib oldik. Dadamning Moskvadan pochta qog'oziga oldirash yozgan oxirgi xati saqlaqlab turibdi. O'qishdan chiqarilib, endi tutudi. Mana tutudi deb vayim yeb, andish qilib yurgani har bir so'zidan bilinib turadi. Anam Nag'imaga ko'zining iqi bilan qarisidek 4 bolasini omonat o'rinda topshirib, o'zining oqliqini, bor kuch-qudratini yosh qirg'iz davlatiga bag'ishlaydiganligini bayon qilgan edi. Ko'p o'tmay 1 dekabrda Moskvadagi Vorovskiy ko'chasi 25-bino 15-uydan qamoqqa ilingan dadamni Fransiyaga poyezd bilan yolab akilib turmaga solab sotqa tortdi. Boğularımız Aytmat bilen Birimqul bir tuqqan. Birimqulning Olimqul, O'zbek, Karimbek ismli 3 o'g'li bor edi. Olimqul dadamdan ozroq cho'ng bo'lib, Shekar ovulliq kengashining raisi edi. Hajar ismli ayoli, To'xtagul otli qirchintal qizi bor edi. Xalq dushmanining oilasi degan nom bilan yurtga qaytib kelgandan keyin bizdan ko'p kishilar yiroqlashib, o'zini yoqaga ilish qo'ydim bo'lgandi. Ko'zga ko'ringanning hammasini guvohlikqa tortib, tirnoq ostidan kir izlaydigan zamonda birovda ranjishning o'zi ortiqcha. Bir boshpana bo'lib, ikkinchisi qo'lida bor o'shiq narsalarni berib, qosh qopqimiz qaraydigan qarindoshlarimizning bo'lganligiga ming shukr. Biroq bu shukronalikmi uzunga bormadi. Oradan oy o'tib, Olimqulni xalq dushmanining aksi degan tuhmat bilan tutib ketdi. Taqdirning o'yini buninglik bilan oxirlashmadi. Ko'p o'tmay saqchilik xizmati qilgan Olimqulning inisi O'zbeknimi xalq dushmanining yaqini qatorida To'raqulning izidan turmaga tushdi. Dadamning Ersqulbek degan inisi biz Moskvadagi chig'imizda Feruza shahridagi Darul Muallim maktabida o'qiydi. U o'zi chumiliga azob bermaydigan mo'min, oq ko'ngil yigit edi. Biz qaytib kelganda u xalq dushmanining inisi bo'lganlikdan o'qishdan haydalib, qari qiz ochamning uyida turayotgan edi. Bir kuni tong saharda uyg'onsam, yig'lab o'tirgan qari qiz ocham bilan onamni ko'rdim. Ularning ko'zlari baqamdek qizarib ishib ketibdi. Ichki ishlar komissarligining xizmatchilari tun nisbida Erisqulbekni tutib ketibdi. Shuning bilan bizning jamoatimiz shuncha oz vaqt ichida 4 bahodirdan ayrilib, xuddi cho'loq ketmanga o'xshab qoldi. Shaxonov shu mezgilda voqealarni anglab o'tirsang, xalq dushmani chiqmagan ovul yo'q ekan deb qolasan. Hatto ba'zilarni odamning kulkisi kelgidek tuhmat bilan qo'lga ilib, yo etib, bo'lmasa palon yilni bo'yniga otib, turmaga mo'ndirib etgan. Ko'p yillardan beri sizning asarlaringizni tadqiq qilib kelayotgan mashhur olim akademik Rustam Rahmonaliyevning dadasining qandoq tutilganligini anglagan bo'lg'aydingiz? Aytmatov. Yo'q. Shaxonov.
Rustamning dadasiga birov tamaki tutadi. Andan keyin tamakini o'rab chekadigan gist qiyindisini berdi. Ko'ngilda hech nima yo'q Rahmon Alayev tamakisini tutashtirib, rohatlanib so'rayotganda ushtumtut biraylan yerdan ungandekli paydo bo'ladi-da, tamakini o'rgan qog'ozning pukilgan yerini yeshtirib, yerimi ko'ygan ulug' doyining surti bo'lib chiqadi. Ko'rdingizmi? Nima degan ustadlik bilan uyushtirilgan? Hikoyangizni davomlashtiravering. Shuning bilan olim qo'l turmada qazo qildi. O'zbekdan dastlabda Aqtuz degan qo'g'ishun konda ishlayapman deb xabar kelgan. Urush yillari xat xabar uzilib qoldi. U baxtsiz kishi turmaning chidog'siz ig'ir emgiki tufayli yosh hayotidan ayrildimi? Yoki oldingi sapning xatarlik yerlarida yurib ko'z yumdimi, bilmayman. Ovulning chetidan pochtakashning qorisi ko'rindimi, dadamdan yoki uning akuklaridan xat xabar kelarmikin deb tilmiratdi. İttik oldiga chiqib, talmirib turganimizni ko'rib, pochtakashning rangi o'ngib, yenimizga kelganda tezroq o'tib ketishga oldiraydi. Uning ustiga bu degan urush mezgili bo'lg'achqa, ishik oldiga chiqib, devaylashib, dodalaridan, yaqin tuqqanlaridan xabar kutayotgan norasidalarning suvolliq to'lgan ko'zlari bichorning yuragini mijib, sekpar qilib ketayotganligini bayqamoq ta's emas edi. Bir kuni Erisqul Bey'den xat geldi. Xatni ocham o'nlik o'qidi. Erisqul Bey xatida har qaysimizga yakka-yakka to'xtalib salomatligimizni so'rabdi. Bo'libmi, aks To'raqulning taqdiridan ko'proq andish qilganligini aytib, o'zining hol ahvolini bayon qildi. Bizni Manjuriya chegarasiga yaqin yerdagi yo'l qurilishiga akilib soldi, deb yozibdi Erisqul Bey xatida. Havo sovuq, kiyim-kechak yalin. Ikkili börekimga so'q tekkizib oldim. Ish intizomi bek qattiq. Har bir odamga plan belgilab berdi. Planni o'rnamaganlar tomoq yo'q. Ig'ir yuk ko'tarsam ikki börekim beksat og'riydi. Shuning bilan tomoqdan chetga qilib nimjon holatda yashayapman. Sizlarning ahvolinglar menga ma'lum. Sapli narasida bola chaqalar. Agar imkoniyatinglar bo'lsa, 1 put yoki 20 put talqon qilib avatib bergan bo'lsanglar, balki umrimni 5-6 oy bo'lsin uzatgan bo'lardim. Bu ahvolni bilgandan keyin Qorqizochamdan boshlab hammamiz yig'ildik. Erisqul Bekning mushkul ahvoli aram turgan jinimizni qing'ir qoqishtirdi. Vaqtni o'tkazmay onam bilan Qorqizocham bug'doyni qo'rib, uni kichik yo'g'on yog'och chavonchida so'qib talqon tayyordi. Tang belgi berishiga ocham g'alta qachirilgan talqonni ko'tarib, noy markazdagi pochtaga piyoda yurib ketdi. Urug' tuqqanlarning bu xaltasini Erisqul Bekning topshirib olgan olmaganligi noma'lum. Shuningdan keyin xat kelmadi. Balkim talqon tegmagan bo'lishi mumkin. Shuning bilan uning tuproqimi yoqa yurtda qoldi. Biz bo'lsak avvalgideklar shikada. Dadamning singlisi Qorqizocham bilan Rusali yiznamning uyida turatdik. Cho'ng eriq bo'yida 2 xonalik uyi bor edi. Bir xonasida o'zlari, yana bir xonasida biz turatdik. Yiznimiz Rusali ovchi bo'lib, kang, qo'soq, mard kishi edi. Itini minib, miltiqini esib, keyniga 2-3 tayg'ini agashtirib, hamisha tog' tosh aralab ketib qoladi. Uyning to'rida iyiqning, qashqirning, sulaysunning terilari osqiga elinib turadi. Ovidan o'lchi bilan qaytsa, xushalligida oldi bilan Qorqizochamning, uningdan keyin bir-birlab hammamizning ismini atab chaqiradi. Shaxonov. Hemingway ulug' yozuvchi bo'lish uchun talant, bilim va baxtsiz balalik kerak degan ekan. Qiziq yeri siz kichik vaqtingizda qalamkash bo'laman deb armon qilmabdi ekansiz-yu, lekin shofir bo'lish xushtar ekansiz. Buning shu chaqdagi gizit muxbiri, keyin mashhur yozuvchi, dramaturg deb atalgan Rayhon Shukurbekovning savoliga 7 yashingizda bergan, ya'ni 1935-yildagi Leninchi yosh gazetining 5-avgust sonida e'lon qilingan javobingizni bayon qilib ekansiz. Bu suhbatni Charchan Yusuf Aliyev Toshkent muzeyidan tepib, sizning ulug' shafqatchingiz, nomi olamga mashhur adabiyotshunos olim Abdullajon Ahmadaliyevning kitobiga kirgizibdi. Shu suhbatdan o'zinda olaylik. Chingiz bu yil 7 yoshda. O'zining yosh do'stlarining ichida tozlik bilan tartibni yaxshi saqlaydi. U uyda
o'z oldiga o'qib tafakkur qilish odatini yetildirgan. Biz Chingiz bilan 1 soatdan ortiq o'tirib so'zlashdik. U kim bo'lsin, o'z fikrini qilch tortinmay erkin ozod aytishga ko'ngan. "Cho'ng bo'lganda nima bo'lsan?" degan savolga u "Shofir bo'lg'um bor" dedi. "Dadang qayerda?" "Moskvada." "Nima qiladi?" "O'qiyotidi." "Dadang burun nada ishlagan?" "Noillik partiykumning sekretari bo'lib ishlagan. Keyin Qirg'iz obkomning sekretari bo'ldi. Mening qalbimdagi o't bo'lib yongan burish tuyg'usi otamdan kelgan. Cho'ng bo'lganda shofir bo'lish o'zimningla orzuyi." "Uyingda qandaq o'yinchoqlar bor?" "O'yinchoqning hammasi bor. Manga faqat mashinali kerak. Uni dadam әкелеп beraman deb va'da qilgan." degan vaqtim yaqinlab qoldi. So'ralgan savollarga sergaklik ham qizg'inlik bilan javob berib turgan bola Aytmatovning o'g'li Chingiz. U xat taniydi. Cho'ng harflar bilan besilgan gazetlarni, kitoblarni o'qiy oladi. Chingizning shofir bo'laman degan tiligi cho'qim ishqa oshadi. Gazet betida bu suhbat Chingiz shofir bo'laman deydi degan mavzuda e'lon qilingan. Şoför bo'lishni armon qilib tushakaydigan bolaning keyin dunyoga tunilgan yozuvchi bo'lib yetishib chiqadiganligini muxbir nädin bilsin? Tömür dulduni tizgilasam degan xiyolingizga oq yo'l tilgan marhum Rayhon, siz Sovet ittifoqining eng oliy mukofoti Lenin mukofoti bilan tartib qilinib 1 yildan keyin ko'z yumdi. Aytmatov. Ha, o mezgillarda bira ko'zga chiliqib qoldigan mashinaga bo'lgan erismanligimiz ajoyib kuchli edi. Bu yolg'iz mening emas, menga o'xshash 100 bolaning armoni edi. Cho'ng bo'lganda bu armonning ömrümüzning sonsiz taramga ayrilib ketgan yo'llarida oddiy bir ko'kil maydonga aylanib qolganligini kim bilgan? Avulda xalq dushmani atilib tutilib ketilgan dadamning nomi ko'p zikr qilinmaydi. Anam bilan qara qizochimmi bizning nozik ko'nglimizni ayab vaqt paran qilishdan o'zini qochiratdi. Anam uyda o'zimiz bilan o'zimiz yolg'iz qolganda dadamning suratlarini, iznaklari va guvohnomalarini bir-birlab bizga ko'rsatib qo'yatdi. Dadamning familiyasi yozilgan muhrga bekmi qiziqatdiq. Siyaqchilab qog'ozga bossaq, latin harflari bilan yozilgan Aytmatov T degan so'zlar zohir bo'ladi. Qara qizochim o'qimagan bo'lsa-mu, so'zdan qaymaydigan, chechan, aqlliq ayol edi. U umr bo'yi dadamni izzatlash bilan o'tdi. 1964-yili ig'ir kasal bilan ko'z yumib o'tib, to'rtinglardan tang roziman. Attangay, dadanglar yosh ketdi. U shunchalar cho'ng xizmat qilmay, ovuldagi boshqa kishilarga o'xshash oddiy xizmat qilib ishlab yurgan bo'lsa, balkim omon qola bo'g'iydi, deb yig'lagan. Dastlabda dadam haqida turmaga 10 yil kesildi, xat yozishga, xabarlashga bo'lmaydi degan uchurni anglab, oy yil sanab, uzilmas umidning emizgisini emib, og'zimizni tatib tushdik. Bir kuni uyimizga bolasining yetilishi bilan ikki ko'zi a'mo bir odam keldi. To'rqul bilan qamilib bir uyda yotdik. Ko'migan kun, tortmagan azobimiz qolmadi. To'rquldek azmatlardan bir asrda birsila tug'iladi. Ikki ko'zimni qora qilib deb meni qo'yib berishdi. To'rqul tirik, adolat hamon yangmay qo'ymaydi. Umidingni uzma nog'iyma degani qulqimda qapti. Ichki ishlar xalq komissarligiga anam ikkimiz qayt xat yozganimiz bilan tuzukroq javob olamadik. Tirikchilikning tugamas vangcho'nglari bilan ko'zlarimizni to'ldirgan 20 yil o'tdi. Shaxonov. Bir qatam kenchi singlingiz Roza bilan uzoq o'tirib sirdoshdik. Roza ko'ngli yerim bo'lib ko'ziga yosh oldi. Akam Chingiz institutini a'lo o'qib, aspirantlik o'qishga qolg'ilayotganda, xalq dushmanining bolasiga Stalinning o'qish yordam puli berib yurganinglar nemisi degan arz tushib, o'qish yordam puldimmi, aspirantlik o'qishidanmi cheklandi. Shundoq bo'lsa, u meyislanmay, demirish kunlari temir yo'lga berib, qarish qilib, ko'mir bilan yog'och tushirib, pul tepib yurdi. Topgan pulini buzib chachmay yig'ib, qishliq ta'tilga kelganda hammamizga birdan kiyim elib keldi. Menga yoqasi cho'ng issiq palto opdi. Ömrümde bundaq kiyimni tunji ret kiyishim edi. Shundaq bo'lg'ach qanday xushal bo'lib ketganimni demaysiz. Moskvadagi Kan qidirish institutida o'qib yurgan ilgizgimi o'zining ko'na paltosining astirini o'rtib, tiktirib, pochtadan selivtibdi. Heliq paltosining sirtida ichida bir necha yonchug'i bor ekan. Shuning har qaysiga 5 so'mdan pul sapdi. U tulki qo'saq bo'lib yurgan o'quvchi emasmi?
Yançuqqa qo'lini selib pulni tepib olg'ansira xushalliq cho'msin degandu. 1957-yili Ichki ishlar xalq komissariyatidan Aytmatov T'ning izdirkini qilganken sizlar kelib xabarini ilib ketinglar degan bir parcha xat oldik. Anamning shu chaqda qanday hayajonlanganligini bir demaysiz. Hayajonlangan Nativan yuragi ko'krak qapsiga sig'may bir o'ltirib, bir turadi. Qayta-qayta cho'ng o'g'lining yeniga keladi. Qerishqandek Chingizning badan harorati 40 gradusga chiqib qattiq og'rib yotgan. Anamni o'zi elib bormoqchi bo'lib o'rnidan turib ko'ruvdi, beshi aylanib mang'anmadi. Oxiri yo'lga anam bilan men chiqdim. Pəmimcə dadamni Sibirga elib ketgan. Hozir shu tarafdan ko'p kishilar bo'shinib kelyapmamdi. Qayron To'raqul sizlarni ko'rsa, xushalliqdan nima qilarini bilolmay yig'lab ketar. Chingiz bilan Ilgiz qatori qo'shilib uy o'choqliq bo'ldi. Leusiya ikkinglar go'zal, fazilatli qiz bo'lib cho'ng bo'ldinglar. Voy istay, qandoq bo'ldikin dadanglar. Hapsiga ilingan chaqda 34 yoshda edi. Bu yil 55 kirdi. 21 yil ko'rishmabdimiz. 21 yil. Yetishqa o'ng'ay, o'lmadik. Uningdan boshqaning hammasini boshdan kechirdik. Dadangni omon eson ko'rsak bo'lg'ani. Biroq Sibirga haydalganlarning ba'zilari shu yerda yurib o'ylanib qolgan o'xshaydi. Mayli jon saqlash uchun uylansa uylangandi. Faqat omon kasgan. Voy xudoyim, put-qo'llarim titrab ketyapti. Uchrashgan chog'da yuragim suyunganimdan yerilib ketmasli bo'ladi-ku. Anamning gapini tinglab kelib ko'zlarimga yosh yomardi. Voy xudoyim-ey, nima degan ko'ngli daryo ayol-a? O'ylanib qolsa mayli, faqat omon kelsin deydi. Bu balkim hanna xo'rliq o'zidan ko'ra, o'zi yaxshi ko'rgan dilbirga bo'lsin deb tilaydigan chin muhabbatning kuch-qudrati odamni mushundoq jasoratlik, qurbon berish ro'yiga boy qilib kerak. Ras, onamiz yosh ham sohibjamol ayol edi. Bilimi va farosati jihatda shu mezgillardagi ovuldoshlarning ko'pinchisining oldida edi. Yo'chirg'idek yeri yo'q. Uning sirtdan kuyib yurganlarmi oz emas edi. Biroq u To'raquldan buyuk, To'raquldan teran, To'raquldan haybatlik erkak bor deb o'ylamadi. O'ylag'isimi kelmadi. Shu chog'da ba'zi bir tul ayollardek yon-yoniga ko'z tashlash o'ng emas, hatto tushigim kirmas edi. Аңа qanot so'rab, yer tagidan xufiyani ko'z tashlaydigan alqoplarmi xeli ko'p edi. Shundaqdimi onamizning umri o'zining suygan yorini kutish, uning bosgan har bir izini, to'lgan kunini qadrlash bilan, yana dadamizga bo'lgan yuksak muhabbatning yolqinini yuragimizga qo'yish bilan o'tdi. Ham shuning bilan o'zini cheksiz baxtli his qildi. Parang bilan ichki ishlar komissarligiga yetib keldik. İchkirga kiradigan do'qmishda bo'yniga avtomat osgan askar turibdi. Onam chaqiriq qog'ozni ko'rsatdi. Siz o'ting, deb onamni ichkari kirgizdi-yu, meni to'sib qoldi. Bir hazardan keyin onam holsiz, intayin parishon holatda bo'sog'idan otladi. Yuragimga yengil sanjilgandek bo'lib azoblanib ketdim. Derhal onamni qo'ltig'iga yuyilib oldim. Yuzlari yosh bilan yuyilgan, lavlari titraydi. Untinsiz qo'lidagi bir parcha qog'ozni menga sundi. Uningda mundoq yozilibdi. 1937-yili 1-dekabr Qizil professorlar institutida tutqun qilingan To'raqul Aytmatovning ayblash delosi. 1967-yili 15-aprel SSSR Oliy sud mahkamasining harbiy hay'ati tarafidan qayta qaraldi. Marhum To'raqul Aytmatovning obro'yi asli keltirilsin. Bu qog'ozdagi bir xat 21 yildan buyon ikki ko'zimizni to'rt qilib kutgan barliq umidimizni biroqla uzib tashladi. Onam ikkimiz muz soqqan beliqdek bo'lib, bir-birimizni yo'ligan peta dardugunib aran dastlab kelyapmiz. Olamning hamma nimasi yo'qolib, hayotga bo'lgan intizorligimiz birdamla o'chib qolgandek bo'ldi. Onamga qarasam, yuzlari tatirib, ko'zlari nursizlanib,
Mürülür çöküp ketipdi. Va Deriha! Uni 21 yıldan buyon qo'sh qo'ltig'idan yo'lab, qanchilag'an qiyinchilikqa bosh egdirmagan To'raqul bugun bo'lmasa atı kelib qolar degan aldamchi umid edi-ku. Sho'rpeshani onam nimalarni ko'rmadi. Na'nalarda to'zg'oqdek to'zib, sarson-sargardon bo'lib yurmidi. Ko'chada beshimga kiyib ho'ngrab yig'lag'im keldi. Qanchalagan yillardan buyon bizning jon uvimizning beshiga kelgan adolatsizlikka vaqirab la'nat aytgim keldi. Biroq qishimdagi beshi g'ug'lab tushgan ig'ir qayg'udan hushini yig'olmay zo'rig'i qo'zg'alib, oran qadam bosayotgan bechora onamning hasratini texim ig'irlatib degan o'y bilan o'zimni qattiq tutib, ichimda un-tinsiz o'ksib yig'ladim. Uyimizga yaqinlashganda bir-birimizga yo'linib, ko'z yoshlarimizni to'xtatolmay uzoq turdik. "Xo'sh qizim, bular ish bo'ldi", dedi onam g'ayratiga kelib. Dadasining qazo o'g'ini Chingizga aytmay turayli. Bo'lmasa o'lganning ustiga tepmak deganda kasaldan saqayanmayli qolmasin. Chingiz kasaldan saqayganda onam bizga "Qar qiz achanglarni chaqiringlar" deb buyruq berdi. Oradan uzun o'tmay xurjun qachısini otib, ovulning tam-tuzini yudib, qar qiz acham yetib keldi. Onamiz uningga akasining fani olamga ketganligini aytganda, bechoraning yuragi to'xtab qolayli dedi. Bugun shahid o'qayli, davomini o'qiyman. Xayr xo'sh, Allohga omonat.